Barakalla. Yashang qizim. Assalomu alaykum dadajon, yaxshi keldingizmi? Keling, bularni menga bera qoling. To'xtang. Siz oldin mana go'shtni oling. Buni tuzlab turib, qo'shnimiznikiga olib kirib berasiz. Biz go'shtimizni qo'shnini xolodilligida saqlaymiz. O'zimizda yo'qmi? Yo'q, faxrlanib aytamanki, bizga xolodilligimiz yo'q hali. Paypog'im qayerda? Iye, bira kelingiz qayerda? Menga qarang kuyovalar, havo 40 gradus issiq bo'lyapti. Undan ko'ra chiqib ish qilsangiz bo'lmaydimi? Tashab chiqdim dadajon. Ha, yaxshi. Bizning xonadonda sharoitlar bilan sekin-sekin tanishib olasiz endi keling. Mana bu kartoshka, piyoz sovzilarni biz yerga ko'mamiz. Sizga qaynukingiz yordam beradi. O'g'li, paypog'im qayerda? Sen paypoqqa to'yasanmi sen? Senga paypoq kerakmi? Olma shu paypoq. Sen to'y paypoqqa. Sizni paypog'ingiz kerak emas, qanaydan bergan paypog'ni so'ray turadi. Dadajon, kechga nima ovqat qilay? Achchiqqina mastava qiling bitta, go'shtli qilib. Bo'lmasa qo'shninikidan go'sht olib chiqish kerak-da. Ha, aka. Ovqat qilib turdik, go'shtli qilib. Qachongacha saqlab beraman men sizga go'shingizni? Meni oldimda hijolat qilmasangiz ham shu keliningizni oldida uyering. Bitta xolodilni olib bering endi. Sen yosh bola narsa nima menga aql o'rgatyapsan? Bor go'shim olibchi. Olaman o'sha xolodillikni. Bugun olaman, inzuridan olaman. Demak, valni olar ekansizlar. Bo'ldi, hozir go'sht olib chiqaman men. Voy! Valna! Dadajon, shunisini olaylik. Kelin shu xolodillik yaxshimi? Albatta, bu-chi pastokda ham bemalol ishlaydi. Qolaversa, ovozi umuman chiqmaydi. Mahsulotlaringizni uzoq vaqtgacha bemalol yap-yangidek saqlab beradi. Biz uyda ham xuddi shunaqasini ishlatamiz. Sevgili, qaynonam bergan kuyovchida paypoq qayerda? Paypoq. Sharmanda. Bilaman siz Rossiyadasiz. Rossiyadan O'zbekistonga yaxshi kursda pul yuborishni o'ylab o'tiribsizmi? Unda sizga Yubor ilovasini tavsiya beraman. Yubor ilovasi orqali siz Rossiyadan O'zbekistonga xohlang so'mda, xohlang AQSh dollarida pul yuborishingiz mumkin. Yubor ilovasini Play Market yoki App Store'dan yuklab oling va uydagilaringizga yaxshi kursda pul yuboring. Ayaqdaydi oz bosib ketaman. Aka, bitta odam velosipedni olib qo'ydi. Kim seni velosipedini olib qo'ygan jur'at qildi? Qani yurchi? Cho'chimi ekan? To'xta, qandaysan men ukam velosipedini olib qo'ydini? Ukajonim, bu Shirintoyda velosipedi bo'lsa, baquvvat kattalarni ham ko'taraveradi. Qo'y, jicha minsa, o'zlari qaytib beradilar aka, to'g'rimi? To'g'rimi aka? Velosipedni olib beraman dedingiz-ku. Endi olib bering. Yetib olaman, charchab olaman dedingiz-ku. Kimni charchab olaman deding? Aka, bu yosh bola bo'lsa, shuni ham gapiga e'tibor qilasizmi? Ukam shoshmay tursin, reja babam deymiz. Bitta topishmoq aytaman. Agar topsangiz velosiped sizniki. U shunday velosiped meniki.